Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda ko'k choy haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Ko'k choy tibbiy va kosmetik maqsadlarda ishlatiladi va o'zining yoqimli ifori va ta'mi tufayli butun dunyo bo'ylab odamlarning eng sevimli ichimligiga aylangan. Ko'k choy kofeinning ajoyib manbai bo'lib, yurak qon tomiriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'k choy ko'p miqdorda C vitaminiga boydir. Ko'k choy modda almashinuvini jigar, buyrak va boshqa muhim organlarning ish faoliyatini yaxshilaydi. Qonni tozalaydi, xotirani kuchaytiradi, qon tomirlarini kengaytiradi, qon bosimini, xolesterinni pasaytiradi. Eng yaxshisi bizning issiq o'lkalarimizda chanqoqni qoldiradi. Ovqatni oson parchalaydi, hazm bo'lishini tezlashtiradi. Asabni tinchlantiradi, kayfiyatni va chehrani ochadi, fikrlarimizni tiniqlashtiradi va qonni suyultiradi. Muhimi, qondagi xitlarni tozalaydi. Muntazam choy ichib yuradigan odamlar erta qarimaydi. Choy tarkibidagi aminokislotalar dam olishga va stress darajasini pasayishiga yordam beradi. Miya faoliyatini yaxshilashga ham juda katta yordam beradi. Surunkali kasalliklarni rivojlanish xavfini kamaytiradi. Shuningdek, ko'k choy bosh og'rig'i va charchoqni yengishga yordam beradi. Ko'k choyni bosimi past bo'lgan kishilar, jigari va ichaklarida kasallik bor kishilar ko'k choyni ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilishlari kerak. Ko'k choyni foydali tomonlaridan biri kuniga 1-2 chashka ko'k choy ichganda suv almashinuvini tezlashtiradi va teriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Terini namlaydi, silliqlashtiradi va yuzdagi toshmalarni yo'qotishga yordam beradi. Ko'k choy ichimligi metabolizm, yog' eritish va energiya ishlab chiqarishni tezlashtiradi. Immunitetni mustahkamlaydi va ko'taradi. Saraton kasalligini oldini oladi. Shuning uchun ichayotgan ichimligimizni, choyni tanamizga qanday yaxshi foydalari borligini bilib qo'ysak, o'zimiz uchun yaxshi bo'ladi.